Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Kratemsi YouTube kanali. Bugun biz sizlar bilan Bismay serverda qanaqa Chorusdan ferma ochish va qanaqa bundan pul topib kuchayishni o'rganamiz. Bo'lmasa go bazaga. Mana bola ko'rib turibsizlar, qo'limda topor. Stop. Men Ender chestimda yaxshiroq toporim bor edi. Mana endi bolalar hozir biz mani basam grif bo'pti. Qarasam men yaqin o'rtog'im Frohoyim qilibdi. Mayli, endi bilmagan holda qilgan ekan. Bunisi biz tepaga chiqishimiz kerak, nima qilib bo'lsa ham. Endi bolalar ko'pchilik qurishni bilsa kerak. Mana Chorus fermam. Mumkin bo'yim yetmaganligi uchun ko'p nima qo'yib tashlaganman, sementlar, bloklar. Mana ko'rtasizlar, shunchagacha yetadi. Endi qarlari gul o'stirganini polislar, ilikka olislar. O'tahak biroq hech kim gul bermayapti, hech qaysi bir. Avvalo mana shu gul berdi ekan. Ne qo'ymayman. Bolalar aytgancha bag'da qo'yishlarining oldin albatta regalok qo'ylar, bo'lmasa ba'zilar kelib uxlatib ketadi. Nima chaqiryapti? Hammasi tushdimi? Yo'q. Ba'zi borni deyapti, ha deb qo'yardim. O'nsalar bularni ko'laymiz. Hozir videodan keyin bo'pti, ba'zan qo'shaman. Chunki o'rtog'im edi. Faqat ishonarli odamlarni bazaga qo'shish kerak. Qattas deyapti. Tamam. Bu savollar hammasini ko'rlaymiz ki oxiri yetishtirib olamiz. Mana shundan ko'proq gul chiqsa bo'ldi. Zaxira qilib qo'yish kerak bolalar gullar deb sekin-sekin o'syapti. Endi bola sal qiyalashni boshlab ham gul chiqaradi. Gullarni biz axga yoki yana ekib qo'ysak bo'ladi. Chunki axta juda ham ko'pchilikka kerak. Shunga sotish kerak aslida, men o'ylashimcha. Hozir bu hamma o'skanlarni ko'rlaymiz. Deyarli fermadan darak qolmadi. Endi ana ko'proq gul bersa berdi, bo'lmasa ferma minus bo'ladi. Vallahi agar o'smay qolsa fermalarni minus deb hisoblaydilar. Agar bitta gul o'ssa xolos. Bittasi o'ssa, ikkita chiqarmasa gul minus deb hisoblaydilar. Chunki bu ikkalarniki qoladi xolos, qo'ygan boshqa hech chiqarmaydi. Chay olamiz, qorni to'qizib. Va yana yemas yarimta qoldi. Avance bolalar mana deyarli 400 taka yig'ilibdi. Endi buni vayaga sotsak qancha daromad? 72.300 daromad topish mumkin. Nima? Xullas, bolalar ko'rib turibsizlar. Ferma shu. Keyingi videoda xudo xolasa yangi baza bilan video olaman. Bunisi biz hozir yana shunday narsalarda olamiz. Keyin videoni tugatamiz. Opa. Qani? Mana bolalar jigan tomonga qayrilishni boshlabdi. Endi buni yana chicha kutsak yana gul chiqaradi. Bo'lsa bolalar, bola sizlarga aytib qo'yay mana.
Mana bu narsani qo'shsalaring vachi o'xshamaydi. Chunki bilasizlar, endi ishlamaydi bu narsa, faqat oddiy sabzavotlarga ishlaydi. Mana ko'rib turibsizlar. O'smaydi. Bunisi bolalar, videoni tugataveramiz. Yaqinda bolalar bitta konkurs o'tkazamiz. Albatta bu obunachilarim orasida kim yutsa agar keyingi ikkinchi videoyimda Turmaner 6 kirkasini beraman. Juda ham sehrlari ko'p. Bunisi hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan Craft MC bo'ldi.